Bunaqa o'qituvchi, o'quvchi emasda, bir gaplashib o'tirgan. Assalomu alaykum. Mana men shu Savod o'quv markaziga Instagramdan ko'rib keldim. Birinchi darsda Musliman darslariga kirdim. Menga dars o'tish jarayonlari juda ham yoqdi. Menga o'xshagan yoshi katta ayollar, yosh kelinlar bor ekan. Birgalashib darsni yarmidan qo'shilgan bo'lsam ham hozir harflarni tugatib chiroyli o'qishlarni o'rgandim. Dars jarayonlari menga juda ham yoqdi. Qatnab yurish jarayonida yosh bolachalik kelayotganini ko'rib, o'zim ham ikkita nevaramni ham olib kelganman. Sizlarga ham maslahat beraman. Shu Savod o'quv markaziga kelib, nevaralaringlar bilan, farzandlaringlar bilan kelib o'qishinglarni. Bu juda ham chiroyli, unaqa o'qituvchi, o'quvchi emasda, bir gaplashib o'tirgandek chiroyli darslar o'tiladi. Menga o'zimga juda ham yoqib, o'zimdan xursandman. Bu yerga shu o'qituvchimiz Muslimadan juda ham minnatdorman. Chiroyli o'rganganman. Shu Savod markaziga ham katta rahmat. Shu kelishinglarni, qo'rqmasdan yoshi kattalar kelishinglarni maslahat beraman. Shu yerda mana o'zim tengilar, mendan yoshi kattalar chiroyli o'qib o'rganib kelishyapti.